Assalomu alaykum azizlar. Ushbu kunda tavallud kunini nishonlayotganlar barchalarni tabriklab va shu qatorda bugungi shukrona kun egasi bo'lgan Abdulloh akani ayollari Dilnozaxon opa, qizlari Xursanoy, Zilola, o'g'illari Abduhalil va Umar tabrik yo'lladilar. Tavallud kun muborak bo'lsin Abdulloh aka. Sizga barokatli va go'zal umr, tan salomatligi, ko'ngil xotirjamligi tilab, ushbu she'rni Dilnoza opani samimiy tilaklari deb qabul qilasiz. Baxtimdan lol qolsin hatto hurlar ham. Ikki dunyo seving, o'ksitmang ko'nglim. Tahsin aytsin toki farishtalar ham, meni jannatlarga yetaklang begim. Namozim bo'lmasin dunyo deb qazo. O'rgating Qur'onni qabrim nurlansin. Toki jahannamda olmayin jazo, meni jannatlarga yetaklang begim. Neki bo'lsa birga yengaylik doim. Tik qotmasin hech egilsin jismim. Sajdada turaylik oxiratda ham, meni jahannamdan asrang sultonim.